Presilyaniyada bint qanaqa o'rash kerak? Birinchi aylantirib olamiz. Mana lipuchkasi bor tarafga. Mana lipuchkasi. Aylantirib olamiz birinchi. To'g'rilab olib keyin o'rash. Shu tarafga qarab o'raymiz, pastdan tepaga qarab. Birinchi qatorda yarmini yopish kerak, ikkinchi qator. Shuni yarimini yopib keladi. Tizza ochiq qolish kerak emas. Tortib. Lipuchka tizzani ustiga tushib qolish kerak emas, bu yoqqa tushib qolish kerak emas. Tizzadan o'tib ketish kerak. Bo'lmasa o'tirganda ochilib ketadi.